imkon qadar brakka qilmaslikka harakat qilamiz bu narsada. Agar brak bo'ladigan bo'lsa, qayta ishlashga beramiz. Chunki mijozlarning ko'nglini ortmaslikka, u dilini ortmaslik dedim, mana shunaqaga chiqmasligi uchun harakat qilamiz ko'proq. Bizda sintefonlar kelaylik, zavodda ishlay olamiz sintefonda. O'zimiz qo'lbola chiqazmaymiz. Nima deydi? Yaxshi anaqa yig'ilib ketmaydigan sifatli sintefon. Bularni bir olib kelganda katta mashinalarda olib kelamiz. Bir haftada ishlatib tugatamiz. Bir kunda 100 ta ko'rpa chiqazamiz. Buni orasida bu bir kishilik hisoblanadi. 2 kishilisi bo'ladi. Keyin pastellar zakaz bo'ladi. Pastellar tikamiz. Zakazga qarab, kim zakaz qilsa, shunaqa narsalar chiqazaveramiz. Bizda buyurtma ham bo'ladi, bozor uchun ham bo'ladi. Shunaqada endi zakazga qarab ishlayveramiz. Buyurtmalardan yaxshiroq foyda qoladi. Baribir bozor arzonroq narxda boradi. Buyurtmalar endi nima deydi, talabga javob beradigan darajada bo'ladi-da. Razmerlarini aytadi, ularning ish jarayoni sekin ketgani bilan shuni hisobiga ham olinadi.